Ko'z atrofiga krem surmang. Ko'pchilik ayollarimiz uy sharoitida zo'r kremlar bilan ovqat qilishadi, lekin ko'z atrofiga krem unutishadi. Albatta bizga ko'z atrofi uchun krem muhim. Nimaga? Ko'pchilik ayollarimiz, qizlarimiz makiyajda yurishadi. Ertalabdan kechgacha. Erkaklarga qaraganda ayollarimiz kechasi uyqularimiz yaxshi bo'lmaydi. Bolalarimiz bor, hammamizni tez-tez uyg'onamiz, baribir onamiz orada uyg'onish hammada bo'ladi menimcha. Shuni oqibatida ko'zimizda tagida отекlar kuchayish, ya'ni ishish oqibatida biz ertalab ishishlar bilan uyg'onamiz. Ko'z atrofimizning terisi juda ham yupqa bo'lganligi sababli bizani yuzlarimizga surilayotgan kremlarimiz ko'z atrofiga to'g'ri kelmaydi. Va shu uchun sizlarga har doim aytib o'taman, ko'z atrofiga krem обязательно olib sizlarni xonanglarda turishi shart. 2 mahal ertalab, kechqurun surishinglarni tavsiya beraman. Men o'zim Anibus firmasini vitamin C tarkibida bor Vokruг Глаз kremini ishlataman. Bu ko'zimizning tagidagi qorayishlarni, ko'karishlarni oldini oladi va ajinlarni yoyib berishga yordam beradi.